Ali Banat va Sardor Gangster haqidagi faktlar. O'zbekiston hududida qimorni targ'ib qilish jinoiy javobgarlik hisoblanadi. Targ'ib qilishga Telegram kanalida o'tinglar, o'ynanglar, mana silka, promokod deyisham kiradi. Ali Banatning stream o'yinidagi pullar fake pullar. Kompaniya bunga soxta pul yaratib beradi. O'sha soxta pullar bilan o'ynaydi. Bu o'zini puli bilan o'ynamaydi. Xohlagan summani qilib berishadi. 1000 mi, 2000 dollarmi, 10.000 dollarmi? Hamma soxta pul. Men buni qattan bilaman, chunki menga ham ish taklif qilishgan qimor o'yinidan men rad qilganman. Telegram kanalidagi promokodlar bilan har bitta o'tgan odamga Ali Banat 10 dollar oladi. Bundan tashqari, promokod bilan o'tib, siz pul yutkazib qo'ysangiz, yutqizgan pulingizni 50% Ali Banatning shotiga tushadi. Mabodo katta pul yutkazib qo'ysangiz, Ali Banatning uyiga borib, taq. Ali Banatjon, men katta pul yutkazib qo'ydim, seni promokoding orqali 50%ni menga qaytar desanglar bo'ladi. U sizlarni ishonchingizga kirib targ'ib qildi, mashaynistva. Agar qaytarmasa, bemalol militsiyaga borib ustidan yozib beringlar. Ali Banatjon, Toshkentdagi uyingiz o'zingizniki emasligini snimat qilishingizni ham bildik. Sardor Gangsterga kelsak, Sardor Gangster вообще Arabskiy Emiratlarda soxta dokument bilan yashaydi. Sardor Gangsterga kelsak, Sardor Gangster вообще Arabskiy Emiratlarda soxta dokument bilan yashaydi. U olgan 3 yillik yoki 5 yillik ID karta ishlash uchun beriladi. Lekin u ishlamaydi hech qayerda. Luboy militsiyaxonaga borib, Sardor Gangster degan odam Abu Dabida turadi, soxta hujjatlar bilan yuribdi, u soha bilan ishlamaydi desanglar, qo'liga tepib deport qilishadi. Internet tarmog'ida bizni aldab, "Men Dubayda uy olganman, o'shaning uchun ID kartam bor" degan gaplarni o'sha yolg'onligini biz bildik. Hech narsasi yo'q u yalang'oyog'i. U ham mayli streamingda qizlarni yechintirib flash qilganicha, Arabskiy Emiratda qizlarni yechintirib stream qilish jinoiy javobgarlik hisoblanadi. Buni dokazat qilish qiyin emas. Streamini olib borib militsiyaga ko'rsatdilar bo'ldi. Militsiyalar u otel qayerdaligini ham, Sardor Gangster qayerdaligini ham shartta topib yoki O'zbekistonga deport qilishadi. Birovlarni haqorat qilishiga keladigan bo'lsak, Abu Dabida birovni haqorat qilishni o'zi yetadi jinoiy javobgarlikka tortishga. Kimmi Sardor Gangster bilan Ali Banatda alami bo'lsa, bemalol shu faktlardan foydalanib ular bilan seks qilgan videoyimni Telegram kanaliga qo'ymoqchi bo'lgan. Qo'ysin, qani bir ko'raylik. Sassiq tursigimni ham xidlatmayman dedim-ku. Men o'sha gapim, men bularga qo'limni ham ushatmaganman. Sochiqda xalatda yurgan videoyim shu maksimum. Boshqa hech narsa topa olmaysizlar. Ali Banat bilan Sardor Gangster dushmanlari qanaqa qilib isbotlayman uni aybini deb xavotir olmanglar. Internetda zapislari tiqilib yotibdi. Yoki Ali Banatni sudga bersanglar, bankdan kirim chiqim qog'ozi. O'sha qog'ozda qattan pul kelgan. Hammasi bor. Bu pulni nimaga olgansan deb savol javob qilsa, javob bera olmay o'tiradi. Sizlarni yutqizgan pulinglardan olgan.